arzon uy so'rayotgandinglar, mana sizlarga arzon uy Toshmay postidan kirib kelganda, Tutzor mahallada asfalt bilan kirib kelganinglarda, bir sotuvli, 4 ta xonali, 3 ta sanuzelli, suv, svet, gaz uzluksiz bo'ladi deb aytishyapti. Hovlimizni ham kengina, unaqa kichkina bo'lib qolmagan. Hovlida o'zini bitta sanuzeli bo'ladi. Uy ichiga kirganda hol, chap tarafimizda oshxonamiz bo'ladi, birinchi etajda. To'g'rida esa bitta xonamizni xohlasanglar mehmonlar kutib olish uchun mehmonxona yokida yosh kattalar uchun birinchi etajda bitta yotoqxona qilib bersanglar bo'laveradi. Bu umumiy sanuzelimiz bo'ladi birinchi etaj uchun. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajda 3 ta xonamiz, shulardan birinchisi bu xohlasanglar yotoqxona qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bunisi ikkinchisi, buni ham yotoqxona qilsanglar bo'ladi. Buni yonida umumiy sanuzelimiz bo'ladi. Sanuzelimizning ham ichlari to'ldirib qo'yilgan. Bunisini xohlasanglar mehmonxona qilsanglar bo'ladi. Bunisi sal endi kattaroq, mehmonxona uchun sal moslashtirilgan. Ikkinchi etajda 3 ta xonamiz bo'ldi. Toshkent tumani narxiga keladigan bo'lsak, 69 ming so'ralyapti. Egalani raqami opisaniyada bo'ladi. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' omon bo'lasizlar, rahmat.